katta O'yzoq bozorining yonidagi Novostroykadan kirib yashashga tayyor bo'lgan cho'tki remont qilingan uyimiz sotuvga chiqdi. Atroflarini ko'ring, shunaqa zo'r ekan. Bu tomonda bog'cha, o'quv markazlari joylashgan ekan. Bu yoqda esa kazinka joylashgan. Bu yoqda detskiy plashatkalari ham zo'r ekan. Bu yoqda maktab ham joylashgan ekan. Mana shu Novostroykada joylashgan uyni ko'rsatamiz. Ikkitadan liftlar bor, podyezdlari keng. Bu uyni zallarini qarang, kattaligini, remontlarini zo'r chiqqanini qarang. Allohim hammamizga shunaqa uylarni nasib qilsin. Mazza qilib kelib yashaydigan uy ekan. Podyezdan kirish eshik. Bu yoqda prixoshkalar qilingan. Bu uyimiz 16 etajli domni 5-etajda joylashgan 70 kvadratli 2 xonali uy. Kuxnyada ham hamma mebel texnikasi qilingan. Bu yoqda balkoni ham bor. Bu yoqda sanuzeli joylashgan. Bu yoqda vannasi joylashgan. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying jiga. Bu videoni O'g'izordan uy izlayotgan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying. Spanisini ham zo'r chiqqanini qarang. Bu uyimizning narxini $73,000 beramiz. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, telefoningizni kutamiz, bosing.